demak hozirgi darsimizda ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak dasturda izoh yozish, kommentar yozish qanday yozsak bo'ladi. Demak kodlar yozganimizda ba'zi kodlarni ma'no anglatish kerakligi bir boshimiz uchun bizlarga albatta izohlar, kommentariyalar kerak bo'ladi va ularni Python dasturash tilida qanday ishlatamiz shular haqida ma'lumot berib o'taman. Demak faqat qator uchun kommentariya yozishimiz uchun bizlar albatta reshetka belgisidan foydalanamiz. Ya'ni bu yozishimiz mumkin. Bu oddiy izoh degan kommentariya berishimiz mumkin va keyinchalik kodni yozamiz. Masalan print va printni demak ichiga masalan qo'shtirnoq beramiz. Salom dunyo deb yozishimiz mumkin bo'ladi. O'sha ma'lumotni chiqarishni ko'rishimiz mumkin. Demak ishlatamiz. Demak bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda salom dunyo degan bizlarga ma'lumotni qaytardi, natijani chiqardi. Bu yerda kommentariy faqat bu oddiy izoh degan kommentariy beryapmiz bu yerda. Bu kommentariyani demak bitta qatorga yoki ko'p qatorli izohlarga ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Demak ularda ishlatilishda asosan demak apostroflar va qo'shtirnoqdan foydalanamiz. Yoki 3 ta apostrof ochish, oxirida 3 ta apostrofni yopish yoki 3 ta qo'shtirnoq orqali ochish yoki 3 ta qo'shtirnoq orqali yopish mumkin bo'ladi. Demak o'sha haqida misolda hozir ko'rib chiqamiz. Demak mana bu yerda masalan oddiy dastur yozaylik. Masalan int bo'lsin qandaydir ma'lumot va input orqali kiritamiz. Demak sonni birinchi sonni kirit deymiz. Masalan birinchi sonni kirit deyishimiz mumkin. Va shunday qilib ikkinchi sonni kirit deyishimiz mumkin. Yoki birinchisi A bo'ladi, ikkinchisi B deb olamiz. Va ikkinchi degan narsalarga qo'yamiz. Ikkinchi sonni kirit deyishimiz mumkin bo'ladi. Keyin esa print beramiz. Yig'indisini masalan print endi kerak bo'lgan yozish qo'shtirnoqdan foydalanamiz. Top deyishimiz mumkin va ko'rishimiz mumkin A plus B deb qarashimiz mumkin va ishlatib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Demak salom dunyo birinchi sonni kiriting deyapti bu yerda 8 kiritaylik, ikkinchi sonni kiriting 15 kiritaylik va yig'inda toping 22 chiqaryapti. Mana bu yerda birinchi son demak 45 yoki 65 va yig'inda top demak yig'indan top deganda demak bir son chiqarib berayapti. Va demak programmamiz ishlayaptimi? Demak bu yerda qanday ularni hammasini kommentariya qilib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Birinchisi 1 2 3 ta apostrof va oxirgi 3 ta apostrof qo'yish orqali demak kommentariya hisoblanib qolaveradi. Buni qaraydigan bo'lsak hech qanaqa natijaga erishmaydi yoki bundan tashqari demak ikkita qo'shtirnoq belgisi orqali ham 3 ta va o'shiga 3 ta qilib demak buni ham izoh sifatida qabul qiladi Python dasturlash tili. Qisqacha demak Pythonda izoh yozish shu holatda bo'ladi va shu holatda bizlar
qilishimiz mumkin.